Eramizdan avvalgi asrlarda ham mavjud bo'lgan poytaxtimizdagi Choshtepa mahallasi tarixini bilarmidingiz? Hozirgi Choshtepa mahallasi miloddan avvalgi 6-asrda Toshkent shahri hududida, Jo'nariqning sohilida eng qadimiy qishloq sifatida Chochkat nomi bilan vujudga kelgan. Ko'chmanchi qabilalarning yurishlari sabab Chochkat vayron qilingan va qabristonga aylantirilgan. Miloddan avvalgi 2-asrlarda Choshtepada ko'chmanchi dasht qabilalari kelishi natijasida qovunchi madaniyati shakllangan va shaharchaga aylantirilgan. Aholi asosan dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullangan. 6-8-asrlarda shaharchada hayot yana ancha yuksalgan, ammo arab xalifaligi istilosi natijasida Choshtepa vayron qilingan. Chor Rossiyasi mustamlakachilik davrida hududdan pochta yo'li sifatida foydalanishgan. Bugungi kunda Toshkent shahar Sergeli tumani tarkibidagi Choshtepa mahallasi hududida 2 maktab, 1 xususiy oliy dargoh, 3 yirik korxona va 25 kichik korxonalar hamda ko'p maishiy xizmat tarmoqlari faoliyat yuritmoqda. Xo'sh, siz mahallangiz tarixini bilasizmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Balki keyingi video aynan sizning mahallangiz haqida bo'lishi mumkin.